Salom do'stlar. Bugun Uzbekistan Creative Association tashkiloti juda qiziqarli intervyular ketma-ketligini taqdim etadi va bugungi birinchi intervyumiz ham siz uchun nihoyatda foydali bo'ladi. Biz tashkil etayotgan intervyulardan asosiy maqsadimiz sizlarni kreativ kasblar dunyosi bilan tanishtirish, ijodkorlik yo'llarini o'rgatish. Shu bilan bir qatorda Uzbekistan Creative Association tashkilotining treyninglari, kurslari va imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berishdan iborat. O'zbek til kontentini yurg'izib 500 million prosmotr qiladigan. Montaj ham oxirigacha o'rganib chiqdik, kliplar ham yasadik, kino tushirdik. Onam. Faqat onamiz. Tush ko'rsam ham tushimda ham kreativ, tushimda ham nimadir qilayotgan bo'laman. Marketolog ham bo'lib ishladik, reels maker ham, content maker ham, youtuber ham. Diplom olib turib endi nima qilasiz? Ishga joylashasizmi? Qattiq sizni ishga oladi bez opit. Millionlarni ko'rganingizdan keyin qiziq bo'lib ketar ekan bu soha. Do'st pul bor joyda do'st bo'lmaydi. O'zbekistondagi birinchi YouTube akademiya ochdim. Kreditsiga o'qiydi hech kim bermaydi. Bilasiz, O'zbekistonda kredit olish qiyin-da. 20 ming dollar deylik, oyiga 18 yoshiga kelib kamida $1 million topadigan darajaga chiqadi. Kun yangilik, dunyo yangilik plus o'zbekcha zapalli. YouTube kasbiga kirishdan oldin o'zingizga o'zingiz savol berib ko'ring, kerakmi bu narsa sizga? Va bugungi ilk suhbatdoshimiz YouTuber ijodkor Elnur Alimov. Elnur Alimov bugun bizga yosh kreativ ijodkorlar uchun eng kerakli maslahatlarni ulashadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat. Sizni ko'rganimizdan nihoyatda xursandmiz. Biz ayimni. Men ruscha o'zbekcha olib ketaverman. Hech qanaqa qilmaysizlar. Bizning ijodkorlar ham ko'p tilli ijodkorlar. Va savollar bilan boshlaymiz. Bitta savollaringiz ketma-ketlik bilan beravering, uyalmasdan, tortinmasdan, o'zingizni uyingizdek his qilavering. Bo'ldi. Demak, birinchi savolimni aynan shu yerda beraman. Aynan mana shu ijodkorlik yo'liga kirib kelishingizda nima sizni ilhomlantirgan? Pul. Dengi. Erkin pul topish, ya'ni qat'qadir zavisim bo'lmaslik. Matritsani quli bo'lib qolmaslik. Ya'ni sistemani quli bo'lmasdan o'zim ideyamni o'zim yetkazib bera olishlik odamlarga. Mana shu narsa ilhomlantirib olib kelgan 2016-yili. Kreativlik talab qilinadi-da. Albatta. Biz kreativ nikak. Tush ko'rsam ham tushimda ham kreativ, tushimda ham nimadir qilayotgan bo'laman-da. Qanaqa kirib kelib qoldingiz? Misol uchun, mayli, pul sizni ilhomlantirdi. Ko'proq pul topishni xohladingiz, kimgadir bo'ysunishni istamadingiz. Nima sabab bo'ldi? Kirib kelishingiz. Erkinlik, ya'ni chet el youtuberlarni ko'rib, chet el birinchi youtuberlarimdan biri ko'rgan Mr. Biz, undan keyin Litvin, bilmadim bilasizmi, bilmaysizmi, hozir Lita energiyalarini chiqargan, mashinalar yoqib, u qilib, bu qilib, kumirimdan biri bo'lgan. Nimaga u bola qila oladi, nimaga men qila olmayman degan pashti yoshimiz bir xil. Shu narsa olib kelgan. Nechinchi yilda boshlagansiz aynan youtuberlikni? 2018da youtuberlikni boshlab, undan oldin 2016da blogerlikni boshlaganman. Mana butun dunyoda hozir katta milliardlab so'mmali, milliardlab dollarlar o'zi kreativ yo'nalishlarga qaratilyapti. Albatta. Ulardan biri YouTube sohasi, YouTube yo'nalishi, YouTuberlik va YouTuberlikni o'rganayotgan bolalarda nima uchun ishonchsizlik ko'p? Nima deb o'ylaysiz? Ishonchsizlik professional bo'lmaganligidan keladi. Ya'ni bu sohani oldin qilib ko'rmagansiz va natijasini bilmaysiz. Natijasini bilgan odam bu yerda yillar davomida ham natija bo'lmasa ham yuraveradi. Shu natijagacha bo'lgan har bir qadamni qilibdi. Chunki bizdagi avlod bilasizmi qanaqa avlod? Z avlod deb aytamizda, yalqovlar. Ya'ni sirazu havodan pul kelsa, sirazu natija kelsa, u narsa yo'q bizning real hayotda. Real hayotga real qarash kerak-da. Ya'ni ketma-ketlik bo'ladi, disiplina bo'ladi. Qanchadir vaqt muddat o'tish kerak. Masalan, aytaylik, qat'qadir ishga joylashish uchun ham noldan boshlaysiz-ku. Bog'chaga borasiz, undan keyin maktabga borasiz, undan keyin kollejga chiqasiz, universitetga borasiz. Universitetda nima uchun o'qiysiz? Bor diplom olish uchun. To'g'ri. Ana u diplomni olib turib endi nima qilasiz? Ishga joylashasizmi? Qattiq sizni ishga oladi bez opitda. Shunaqa tajriba kerak. Tajriba. Bu narsani bekorga aytmadim-da. Nimaga kelib o'qiyotgan o'quvchilar norozi bo'lishligi mumkin yoki ichida anaqasi yetmasligi mumkin, sabri. Chunki tajribasi yo'q. Tajribasiz siz hech kimga kerak emassizda. Tajribani orttirish uchun vaqt kerak. O'zi qarang, mana kreativ kasblar og'ir kasblar-da. Конечно. Og'ir kasblar va bu yosh tanlaydi baribir. Necha yoshdan o'rganish kerak? Yosh tanlaydi deb ayta olmayman. Ishoning, 8 yoshli o'quvchilarimiz ham bor-da bizda. Yo'q, mayli, 8 yoshni aytaylik. 7 yoshdan 70 yoshgacha desak ham bo'ladi. 70 yoshli ham o'rganib oladi. 69 yoshli chol dodamiz bor. Hozirgi kunda kino yaratyapti sun'iy intellektda. 69 yosh. Menda Instagramda videosi bor. 100 qancha million prosmotr yig'di. Qo'yamiz. 69 yosh hozir sun'iy intellektda kino yaratyapti. Montajiga где-то 10 minut, 15 minut, yasashga где-то 1,5 soat vaqt. Polniy sun'iy intellekt bilan bo'lgan video, ahamiyat beringlar. Akamiz уже kinolar yasab chiqaryapti. YouTube'ga. Zo'r aka.
O'z daromadlarini topyapti. Kecha Mekkaga ketdi. Zo'r. Kecha Mekkadan turib videolar qilyapti. Elnur, bilamizki, YouTuberlik bu kreativ kasblardan biri. Aynan mana shu kasbda siz uchun eng qiyin va zavqli jihatlar nimalardan iborat bo'lgan? Eng qiyini birinchi pul yetmaslik, ya'ni nimadir kasbni boshlayman deysiz va pul talab qiladi. Masalan, aytaylik, oyoq kiyim tikadigan odam o'zini kasbini ideal darajada qilib turib odamlardan, klientlardan pulini olish uchun u undan tikadigan qurollari bo'lishi kerak. Bu kasbda ham xuddi shu narsa. O'zingizdan o'zingiz pul chiqarishni bilmasangiz, o'zingizni kasbingizga investitsiya qilishni bilmasangiz, demak, 1 ham 2 bo'lmaydi, rezultatni ham kutmasangiz bo'ladi-da. Lekin ko'pchilikdan eshitaman, YouTube'ni rivojlantirish uchun oddiy telefon ham bo'ladi deyishadi. Birinchi investitsiya telefon. Hozirgi kunda endi globallashib ketyapmiz, chunki zamon shuni talab qilyapti, sun'iy intellektga, qo'lni sho'ng'ishga. Chunki shunaqangi davrga keldikki, yangi 10 yillikka qadam bosdik. Yangi to'g'ri, 10 yillikka qadam bosdik, lekin oddiy telefonda xira kadrlarda ham qandaydir YouTube'ni ko'tarayotganlar hozirgi kunda kreativ kasbni o'rgatuvchi inson sifatida o'zini tanityapti. Albatta. Ushbu platformada siz aynan qay yo'sinda ijodingizni boshlagansiz? Oddiy telefondami yoki kameradami? Oddiy telefon, даже o'zimga o'zim studiya qilgan joylarim ham bor. Sizlarga videoni tashlab berishim mumkin, tepada qo'yib ko'rsatasizlar. Как можно снимать TikTok без штатива? Это легко и просто. В моем случае это любая подставка. Берете коробку, вырезаете сверху, телефон вставляете туда и вырезаете отсюда, чтобы звук было хорошо слышно. O'zim qo'l bola uslubda shtativlar yasab, как раз 2016, 2017, 2018-yillari. Paytda pulimiz ham yo'q, shtativ sotib olgani. Iloji qo'l bola uslublar bilan birinchi просмотрlarimizni olganmiz. Видео попало в прошлый раз в рекомендацию, оно набрало 211 тысяч просмотров. В этот раз попадет ли оно в рекомендацию? Если да, то плюс в комментах. Undan keyin millionlarni ko'rganingizdan keyin qiziq bo'lib ketar ekan bu soha. Demak, prosmotri nimagadir bog'lasa bo'ladi, nimadir qilib monetizировать qilsa bo'ladi kontentingizni. Demak, kreativlikni rivojlantirish mumkin. Qiyinchilik bilan albatta bo'ladi hammasi. Endi zavqli jihatlarini aytib o'taylik. Keling, kreativ ijodkorlarimizni ozgina ilhomlantiraylik. Qiyinchiliklar bilan ularni cho'chitib qo'ymaylik. Yo'q, qiyinchiliklar har bir kasbda bo'ladi-da. Lekin qiyinchilikni ketma-ketlik bilan yengishni bilsangiz, qadam oddiy shablon. Lebo ish qilib ketsa bo'lar ekanda, xohlagan ishingizni. Zavqli jihati nimadan iborat bo'lgan? Birinchisi bu daromad, erkin daromadkor bo'lasiz, erkin ijodkor bo'lasiz. Undan keyin populyarniy bo'la olasiz. Masalan, o'zingiz bilgan kasbingizni o'zingizga ishlatadigan bo'lsangiz, chunki bundan oldin men faqat odamlarga yordam berib kelganman. Ya'ni kimnidir blogini yurg'izib berganman, kimnidir YouTube'ini qilib berganman, kimnidir Instagram'ini qilib berganman marketolog bo'lib. Nimagaki bu narsani o'zimga ishlatmayman, ishlatib hozir zabt qilyapman. Birinchisi O'zbekistondagi birinchi YouTube akademiya ochdim. Ya'ni bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Ochilganlar u keyin ochilganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bizadagi ommani hozirgi paytda kreativ bilan ta'minlab berish, sun'iy intellektni professional darajada o'rgatish, YouTube'ni professional darajada o'rganib, ulardan aytaylik kreativ insonlar tayyorlash. Bu kreativ insonlarni tayyorlash bizga nimaga kerak? Chunki boya aytganimdek, yangi 5 yillik, 10 yillikka qadam bosyapmiz. Hozirgi paytda shu narsaga adaptatsiya qilib kira olmasak, odamzod qolib ketib qolaveradi va siz moslashmay qolasiz hozirgi bizani eramizga. Mana bugungi zamonda 2026-yilda o'zi butun O'zbekiston nima uchun YouTube'ni o'rganish kerak? YouTuber sifatida o'z fikringizni, takliflaringizni. Chunki mana bunaqa narsada har bir kasb chiqayotgan paytda trendga chiqib ketib qoladi. Aytaylik, uzum kasbida, uzumda savdo sotiq qilish. Trendda bo'ldimi bu narsa? Bo'ldi. TikToker bo'lish. To'g'ri. TikTok house'lar ochilib ketdi, trendda bo'ldimi? Shunaqa. Instagram blogerstvo trendda bo'lib, hamma Viner bo'lib ketdimi? YouTube endi kirib keldi-da. YouTube zamoni mana 2026da полноценный kirdi desam ham bo'ladi, chunki 2025da biz bu kasb turini ommaga tushuntirib berdik. Qiziquvchilar endi kirishyapti. Misol uchun O'zbekiston Creative Association tashkiloti o'z o'quvchilariga, a'zolariga yaratayotgan mahsulotini global bozorga olib chiqishga, ya'ni o'sha xorij bozorlariga olib chiqib mahsulotni sotishga yordam beradi. Siz YouTuber sifatida o'zingizni global bozorga chiqishingiz uchun qanday yo'llarni ko'ryapsiz yoki qanday yo'nalishni o'zingizga tushundim. Bunga javobim bor. Har doim bu javob bitta bu emas, har doim aytib kelaman. Birinchisi O'zbekistonda monetizatsiyani qo'shib, ya'ni global tarmoqqa chiqish, globalniy vetkaga, pautinaga chiqish. O'zbekistonda Google'ni ofitsialni olib kelib, ofitsialni tashkilotini shu yerda qurish O'zbekistonda. Endi o'ylangki, katta возможностьlar Google chunki YouTube'ga tegishli, YouTube Google'ga tegishli.
Hozir Gemini degan funksiya bor, sun'iy intellektda. Gemini katta aytaylik o'zini hissasini qo'shyapti YouTube'ga. Ya'ni YouTube algoritmlarining hammasi sun'iy intellekt anaqasiga o'tib ketyapti, bazasiga o'tib ketib qolyapti. Shu narsani hammasini O'zbekistonga olib kelish, shu kasb egasini aytaylik xuddi shu kasbni bizani ommaga yetkazib berish. Har bir filialimiz aytaylik har bir rayonlarda bo'lishini xohlayman, har bir viloyatlarda bo'lishini xohlayman, чтобы mana shu kasbda odamlarning savodxonligini oshirish uchun. Kreativ kontent va loyihalar yaratishda ilhom manbai nima birinchi navbatda va ularni qanday yaratasiz? Ilhom manbalariga keladigan bo'lsak, birinchisi o'zim trend aniqlayotganda, ya'ni analitika qilganda chuqur aniqlayman. Ya'ni bugun nima trendi bo'lyapti YouTube'da yoki Instagramda, в целом bizning hayotimizda nima trend bo'layotganligini har kuni bilib o'tirish kerak. Agar siz trenddan orqaga qolib ketadigan bo'lsangiz, sizda na ilhomlanish bo'ladi, na oldini ko'ra olishlik bo'ladi. Shundan hammaga maslahat beramanki, bugungi hayot bilan yashanglar va kechagini ham esdan chiqarmanglar. Chunki bunga asoslangan saytlar ham bor, bizada o'zimizning ilmgohimizda akademiyada o'rgatamiz, qanday qilib bugungi trend bilan yashash yoki trendsetter bo'lish. Trendsetter bilasiz, trend yaratuvchi inson. Ya'ni trend qaytaruvchi inson emasda, biz trendsetter bo'lishni ham o'rgatamiz. Ya'ni o'zingizlarning mahsulotingizni chiqaringlar, o'zingizlarning mahsulotlarini o'zingizlar kreativni podxod qilib, uni targ'ibot qilish osonroq bo'ladi. Chunki siz birovni mahsulotini chiqarganingizdan ko'ra. Ana. Kreativ kasblar safi yanada kengaymoqda, ya'ni trend yaratuvchilar kreativ g'oyalarni xo'p saytlardan, Instagramdan, ijtimoiy tarmoqdan izladingiz. O'zingiz uchun qandaydir yangi, original g'oyani qanday qilib yaratasiz? Yoki masalan, g'oya yaratmadingizmi? bor, yaratgan g'oyalarim bor. Milliard prosmotrlar bo'lgan g'oyalarim bor. Rostdan. Milliard. Prosmotrda milliard bo'lgan. Videoga qo'yamiz shuni. Milliard prosmotr bo'lgan g'oyalar bor. U birinchisi nima bilasizmi? 2019-yili TikTok ishlatgansiz. 2021 yopilib ketdi bizda TikTok. Asli o'zim men sohamni YouTube'dan emas, TikTok'dan boshlaganman, TikToker bo'lib. Ya'ni u paytda uyalardim, yuzimni ko'rsatib video tushirgani. Chunki hamma odam ham qo'ldan kelavermaydi, kamerani ko'rsa, ko'p odam qo'rqib cho'chib qolishligi mumkin. U paytda magazinga kirdim, tolqon ko'rib qoldim. Bilasizmi tolqonni? Ezadigan, maydalaydigan. Ota-bobolarimiz bo'lardi. Xuddi shunaqani plastmasligi chiqibdi-da. Tolqonni qo'yib qo'ydim, kamerani tepadan qo'yib oldim-da. Reels formatda TikToklarni olaverdim. Ichida har xil narsalarni ezib 10 sekundli videolar. Ya'ni ASMR videolar bo'ladi. Qit ezaverasiz. 2018-yil shu videoni qo'yganman-u, har bir videolar 4 million, 10 million, 20 million yuzni ko'rsatmasdan 10 sekundli videolar. Ana shu yerdan birinchi kreativ ideyalar kelish boshlagan. Ya'ni odamlarga nima yoqadi-yu, nima yoqmaydi va qaysi videolar prosmotr bo'lishini sekin anglab yetasiz-da. Ko'pchilikni asabini tinchlantirgan ekansiz. Maksimal непонятный, tushunmaydigan narsalar prosmotr qilib ketadi. Siz odamlarni o'ylaymani deb turib, podxod qiladigan bo'lsangiz, bu narsa prosmotr yig'may qoladi. To'g'ri. Aynan mana shu kontent yaratayotganingizda hozirgi kunda qanday yo'nalishlardan ko'proq foydalanasiz? Misol uchun animatsiya, VFX, Blender, Unreal Engine hammasidan foydalanasiz. Hammasi. Mutaxassislar bor sizda. Bor, hammasi. Men o'zim mutaxassisni birinchi olishdan oldin u narsani hammasini qilib qo'yganman. Chunki aytaylikda montajga ham oxirigacha o'rganib chiqdik, kliplar ham yasadik, kino tushirdik, kino montajladik, zvuk rejissyor ham bo'lib ishladik, beatmaker ham bo'lib ishladik, marketolog ham bo'lib ishladik, reels maker ham, content maker ham, youtuber ham, tiktoker ham. Hammasini o'rganmasangiz bila olmaysizda, bu nima ishlaydi, nima ishlamaydi. O'zi aynan mana shu kontentni yaratishga qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Misol uchun yuzingizni ko'rsatishni xohlamadingiz va siz talqon orqali qilgan kontentingiz rivojlanib ketdi. Undan tashqari yana qanday uchadigan kontentlar bo'lgan? Uchadigan kontentlarmi? Kino. Qaysi kinolar? Misol keltira olamizmi ularni? Kinoni keltira olamiz. Yasagan kino emas. YouTube'da endi mana qilaylik, meni qiladigan yo'nalishim nima? Ko'p odam qiziqadi. Masalan, tanishtirib o'ting. Biladigan yo'nalishlar bor va odamlar bilmaydigan yo'nalishlar bor-da. Endi o'ylaymanki shu joyga keldik, hozir tanishtiruv joyiga. Ismim Elnur, yoshim 25 ta. Yoshim 25 ta. Hozirda YouTube'da ko'pincha kino qo'yib boraman. Ya'ni o'zim tushirgan kinolar emas. Ya'ni boshqa davlatning kinolarini ruxsatnoma bilan litsenziya sotib olasiz. Sizga 1 yilga, 2 yilga arendaga beradi. Arendaga berilgan kinoni MCN sayti orqali integratsiya qilib turib qo'yamiz. Ya'ni bizdan boshqa, ya'ni mendan boshqa hech kim qo'ya olmaydi u kinoni. Ingliz tilida, fransuz tilida, o'zbek tilida, hozir xudo xolasa o'zbek film bilan ham tekta shartnomalarimiz bor. Bazasidagi masalan qancha film bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilidagi kinoni olib YouTube'ga joylashtirib, faqat boshqa tillarda, fransuz tilida, ingliz tilida ko'p tilli dublyaj qilibda.
multikanallar yaratish. Dublyajni qanaqa qilib qilasizlar? Dublyajni o'zimizni ishchilar bor, dublyaj qiladigan. Bo'lgan dublyaj studiyalar. Hamma kreativlarni yig'ib olibdilar-da. Конечно. Qo'y, aynan mana shu kasbda qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? YouTuberlikda misol uchun. Ko'nikmalarga keladigan bo'lsangiz, birinchisi odam sistemchik bo'lish kerak. Ya'ni qilayotgan ishingizni siz oldindan bila olishingiz kerak, точка B qayergacha olib keladi bu ish. Undan keyin shunga qarab taqsimlab zadachalarni bo'la olishingni bilish. Ya'ni o'zingiz lider bo'la olishingiz kerak-da. Lider bo'lmasangiz, sizni orqangizdan последовательно yurmaydi. To'g'ri. Shundan demak lider bo'lish uchun har bir narsani siz professional darajada bilishingiz kerak. Marketingini ham, video productionni ham, montajni ham har birida-da. Keldi siz oldingizga ishchi savol beryapti, siz uni javobini bera olib turib, uni направлять qila olishni bilishingiz kerak. Ras siz komanda qurib ishlamoqchi bo'lsangiz-da, atak просто youtuber bo'laman desangiz, ba'zi bilimlarni ega bo'lsangiz bo'ldi, masalan, montaj qilish, videolarni to'g'ri taxlash, ideyani to'g'ri search qilish, parsit qilish, GPT ni to'g'ri ishlatish, sun'iy intellektni ba'zi urovenda 5-6 narsani bilsangiz, bemalol telefon bilan ham youtuber bo'lsa bo'ladi. Aynan mana shu YouTuberlikdagi ijodiy loyihalaringizni global bozorga chiqarishda sizga eng qo'l kelgani nima? Eng ko'p yordam bergan jihatlar. Eng ko'p yordam berganini men hozir lichniy brend deb ayta olaman, ya'ni shaxsiy brend. Shaxsiy brendsiz 2026 ga shunaqangi qadamga bosdik, hozir 5 yillikka kimni shaxsiy brendi bo'lmasa, qiyin yurish. Liboy xohlagan biznesingiz turdi. Sotuv turdi. Nimani olmaylik, shaxsiy brendingiz bo'lmasa yurmaydi. Chunki konkurensiya slishkam ko'p. Konkurensiyaning orasida sal chiqib turadigan kimdir bo'lish kerak-da. Ya'ni o'zingiz kasbingizni shaxsiy brend bilan rivojlantirmasangiz bo'lmaydi. O'zi mana hozir shaxsan men qiziqib qoldim YouTuberlikka. Sizni kuzatib turgan yoshlar, kreativlar, kreatorlar agar YouTuber bo'ladigan bo'lsam, menga qanaqa maslahat beradi bu inson deb turishibdi-da. Nima degan bo'lardi? Kecha boshlagan bo'lishingiz kerak aslida o'zi YouTuberlikni. Chunki YouTube bu kechadan oldin kun chiqqan narsa emas. Bu Telegramdan ham, WhatsAppdan ham, Instagramdan ham hammasidan birinchi chiqqan platforma. Eskidan kelayotgan, hozirgi paytgacha hamma ishlatib kelgan. Hamma bolasiga yig'lasa berib qo'ydi, mana videoni ko'rib o'tir debdi. O'zi ham nimadirlar ko'rib o'tiradi. Lutchi siz uni ko'rgandan ko'ra shunga ketirgan vaqtda o'zingiz shu narsani yasab ko'ring. Prosmotr yig'masa ham joylashtirib ko'ringlar. Nima bo'lardi? Nima bo'lar ekanda? Bir xil bolalar bor, ishoning, o'zi bilmagan holda joylashtirib 200 ming, 300 ming, 500 ming auditoriyaga ega bo'lib qo'ygan. Menda 13 yoshlik shogird bola bor. Salohiddin 500 mingta podpishchik bor YouTube'da. Voy. Bu kichkina auditoriya emas. 500 mingta o'zbek deganida, masalan, 25 million aholi qariydi prosmotr bo'ladi har oyiga. Mana shaxsiy brend haqida gapirdingiz. Sizda shaxsiy brend bor. Shaxsiy brend qilmoqchi bo'lgan ekran ortidagi insonlarga qanday tavsiya berasiz? Misol uchun, qaysi yo'nalishdan boshlashni bilmayapman deydiganlar ko'p. Yo'nalish imенно YouTube ichidami yoki o'zini shaxsiy brendidami? YouTuberlikda olaylik. YouTuberlikka oladigan bo'lsangiz, eng asosiysi birinchi prosmotrga ham qiziqmang. O'ttiram qancha prosmotr bo'lar ekan, qancha daromad olib kelar ekan. Siz birinchi shu videoni yasashni o'rganib oling. Xohlagan video bizda eng asosiysi bu yosh bolalarning videosidan boshlab o'rgatamiz. Chunki u poниманиеga osonroqda. Chunki u yerda hech narsa bilishingiz kerak emas. Yosh bolalarga nima yoqadi? Yosh bolalarga ham fishik har xil ranglar tez-tez qimillagani, mashinalar tez-tez yurgani, rang-barang formatdagi videolar yoqadi. O'sha rang-barang formatdagi videoni yasab o'rganishni bilishingiz kerak. Ya'ni birinchi siz yosh bolalarning psixologiyasidan boshlaysiz. Yosh bolalarni ushlab qolishni o'rgansangiz, kattalarni ushlab qolish osonroq. Shunda ularni e'tiborini ushlab qolish osonroq. Kreatorlikni birinchi yosh bolalarni qiziqtirishdan boshlash kerak. Конечно, yosh bolalarning psixologiyasini bilish kerak birinchi. Men birinchi marta eshityapman bu gapni. Chunki yosh bolalar injiq bo'ladi. Kattalarni nima bersangiz ham yeb ketaveradi-da ular. Qaysidir ma'noda to'g'ri. Mana shu kreativ kasbni boshlashni istaganlar juda ham ko'p-da bugungi kunda va aytganingizdek, prosmotr ko'p bo'lsa, misol uchun 4000 prosmotr, 1000 ta podpishchikim bo'lsa, men уже daromadga chiqdim deydi. Va katta xatoga yo'l qo'yishadi mana shu joyda. Ularga nima degan bo'lardingiz? Disiplina eng asosiysi. Buni men har doim har bir darsda aytib kelaman. Ya'ni prosmotr manfaat deb qo'yib qo'yish kerak emas-da. Voy, menimcha palonchi prosmotrim bo'lsa, palonchi daromad topaman deb. Siz birinchi ishingizni ketma-ketligini zo'r qilib qurib olingki, sizda выгорание bo'lmaydiganda. Выгорание degan bu kasbda ko'p bo'ladi. Ya'ni bitta ishni ketma-ketligi bilan 1 oy, 2 oy qilsangiz, charchab ketasiz u ishdan. Qilgingiz kelmay ketadi. Prosmotr bo'lmaganidan, kam prosmotr bo'lganidan. Shundan birinchi avvalambor YouTube kasbiga kirishdan oldin o'zingizga o'zingiz savol berib ko'ring, kerakmi bu narsa sizga? Qila olamanmi bu narsani debdi. Sabr yetadimi bu narsaga debdi. Sabrsiz odam bu narsani qila olmaydi. Sizdagi disiplina necha yil davom etgan? Bu 10 yildan beri kelayotgan disiplina. Ishoning, 2016 blogerlik sohasini boshlagan bo'lsam, masalan, u paytda
hozirga chiqayotgan blogerlar yo'q edi. Blogerlik asosan 2020-yildan keyin avjiga Keyin chiqdi. avjiga chiqdi, karantin paytida avjiga chiqdi. 16 da boshlagan bo'lsa, ishoning, mana shu 2025 rezultat bo'ldi. 9 yildan keyin. 9 yil demak kutish kerak edi. Nimadir meva berishi uchun daraxt ekib qo'ysiz ham mevasini keyin olasiz-ku. Endi mana shu joyga to'xtaymiz. 9 yil kutdingiz, 9 yil sabr qildingiz. Bugungi kunda olib kelayotgan daromadi qanaqa? 9 yillik qiyinchilikni, 9 yillik harakatni. Daromadga keladigan bo'lsa, bir enli summani aytaman. Ya'ni aniq summani aytmayman. Mayli, aniq summani aytmang, taxminiy summangizni aytib keting. Taxminiy summa o'rtacha odamning qulog'iga wow bo'lib tuyulmasin, deb ham tuyulmasin, 20 ming dollar deylik oyiga. Oyiga. Toza daromad 20 ming dollar deymiz. YouTube o'zidan 200 million so'm deylik. Bu Yomon har oy emas. kelayotgan passiv daromad. Zo'r. Elnur, mana boya aytib o'tdingiz, ekspress xonalarimizga bordik. Keling, tanishtiring shu xonalar bilan. Keling tanishtiramiz. Express xonamizda bu yerda 8 ta odamga mo'ljallangan individual darsliklar o'tiladi. Ya'ni bilasiz, gruppovoy darslikda ko'p odam ma'lumot olishga qiynaladi, savol berishga qiynaladiganlar bor. Bu xonadan biz qanaqasiga foydalanyapmiz? Shaxsan ayollarning guruhini tashkillashtirib, ya'ni ro'molli ayollarimiz ham bo'ladi va ular uyalishadi, tam katta gruppovoy joylarda o'tishgani. Shunga ayollarning o'zlari bu yerda bizani женский guruhga qaraydigan kuratorlar bor. Endi savol. Kreator ayollar bugungi kunda sizni akademiyangizda nechta? Kreator ayollar Taxminan. 5 ta. 5 ta dars beruvchi. 5 ta dars beruvchi, o'rganuvchilarchi? O'rganuvchilar har safar 8 tadan kelishadi. 8 ta bir kunda. Bir kunda 8 tada. Bir kunda 8 ta o'zini hayotini o'zgartiraman va yaxshi tarafga chiqaman, onlayn daromadni qilaman, erkinlikni his qilaman deydigan shu 8 tadan ayollarimiz kelishadi. Endi yana bir savol. Bu bolalar necha yosh? Burxon yoshi necha deydi? 10 yoshda. Yoshi 10 yoshda. Salohiddin 13. 13 yoshda. Bular Qisqacha ta'rif berib ketaymi tanishtirib bilan. Birinchi ta'rif. Salohiddin yoshi 13 da, hozirgi kunda YouTube'da 550 mingta obunachisi bor. 13 yoshligiga qaramasdan va o'zbek food blogini yurg'izadi. Ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Qani ko'rsatchi. Bu yosh kreatorlarimiz 13 yosh. Tak, 566 mingta podpischika bor ekan. Keling, ko'rsatamiz. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. 566 mingta. Endi mana bunaqa qilingda, qarang. 6700 ta video qo'ygan shu bola. Ko'ryapsizmi sonini? 6700 ta video va shu kungacha 462 million prosmotr qilgan. Oy. Hech unaqangi kamdan kam youtuberlar bor O'zbekistonda o'zbek til kontentini yurg'izib 500 million prosmotr qiladigan. Qoyil. 500 million degani bu O'zbekistondan nechta O'zbekiston degani? Endi shu 13 yoshli bola oyiga taxminan qancha pul topadi? Taxminiy aytmay, enli summa aytaman, $500 plusda. 5 million so'm plus. Ko'zidagi ishonchni ko'ryapsizlarmi? 13 yoshli bolaning ko'zidagi ishonch hozirgi 25-30 yoshdagi bolalarda ham yo'q. Kamdan kam deylik. Bu hozirgi bizani Z avlodimizni boshlovchilari. Burxondachi natija Burxon natijasi yaxshi. Hozirgi kunda bizani o'quvchimiz bo'lib, Salohiddin shogirdlaridan biri. Salohiddin o'z yonida da bizani shogirdlarimizdan ham shogirdi bor. Ani Morgenstern aytgandek boru, u meni sahrana deydi-yu. Xuddi shu sistema bizda ham. Salohiddin, o'quvchingiz natijalari qanaqa? Yaxshi yurg'izyapti. Hozir yana bitta kanal ochdik. Ikkalamiz yurgizamiz. Nima bo'ldi ikkalaylarni? 13 yoshga o'xshamaydi. Salkam 20 yosh berasiz bunga. Ikkalaylarni musiqa kanallari qalay ketyapti? 4000 soat yig'ilibdi. Meniki 4000 soatdan oshgan. Bitta ko'rsata olamizmi buni ham? Va nech kunda rezultatga bo'lib chiqdi? Hozircha 876 ta podpischik bor. 876 ta podpischik bo'ldi. Prosmotrlarni ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Mana hali qo'yilmagan videolar, yopiq videolar. Faqat musiqaga asoslangan. Faqat musiqaga, funk musiqa deyiladi. Ya'ni fonga siz oddiy rasm qo'yib qo'yasiz, bijir-bijir nimadir qo'yib qo'yasiz. Musiqani o'zi sun'iy intellekt bilan yaratadi. O'zini avtorlik musiqalari va biz hozir shunaqangi narsalarni qo'shyapmizki, sun'iy intellekt yordamida avtorlik huquqida o'zingizga o'zingiz litsenziya olish, o'zingizning musiqangizni avtorlik chiqarish, Shazam, Spotify, Yandex Musiqa, Apple Musiqa har bir joyga musiqani qo'ysangiz bo'ladi. Demak, sizdan keyingi intervyuimiz shogirdlaringiz bilan bo'ladi. Ya'ni bemalol. Jajji kreatorlar bilan bo'ladi. Burxon, dars o'tishdan charchamang, ishlaringizga omad. Havas qildim, to'g'risi. Salohiddin, Burxon. Sizda ham shogird bormi? Yo'qmi hali? Endi bo'ladi, xudo xolasa. Sizga ham ishonch bildiramiz. Qoyil ekan. Hayratdaman.
bugungi kreativ yoshlarni sonini ko'paytirishimiz kerak. Albatta. Mana 13 yoshli o'quvchingizni ko'rdik. Ko'zida ishonchi bor, qat'iyati bor, mas'uliyat sezilib turibdi. Bu kabi yoshlarni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Misol qanaqa rivojlantirdingiz? O'z-o'zidan rivojlanmadi-yu To'g'ri ular. tarbiyalash kerak birinchi. Ota-onani qo'lida. Ota-ona tarbiyalaolmaydi unaqa qilib. Demak, o'qituvchi. Da. Kreator Ustoz o'qituvchi. shogird. Chunki ota-ona bu haqiqatda to'g'ri qabul qilish kerak edi. Bizning ota-onamiz SSR davrida katta bo'lganlar va shu paytdagi matritsani qonunlariga bo'ysungan holda bizning mentalitetimizni ryukzak qilib ko'tarib yurganlar. Qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda har xil ota-ona bor. Kimdir qaysidir ota-onalar bor, fikr qobiliyati hozirgi bizning Z avlodiga to'g'ri keladi. Ayrim sababli ota-onalar unaqa fikrlolmaydi. Fikrlash doirasi aytaylik shu paytda qolib ketib qolganda, shunday bu yoqqa kelgan o'quvchilar masalan bu yerda qolib ketadi, ishlagingiz keladi, yurgingiz keladi, bir so'm hech kimga pul bermaysiz ham shu yerda vaqtini o'tkazish keladi. Nimaga? Chunki networking. Shunga o'xshagan o'zini fikr doirasidagi odamlar joylashgan markaz. To'g'ri aytdingiz. Va mana eng so'nggi savolim, O'zbekiston kreativ sanoatini rivojlantirish uchun umuman jamiyat nima qilishi kerak? Kreativ sanoat Jamiyat hamma rivojlanganda bir-birini qo'llab-quvvatlashi kerak. Ya'ni bitta kasbda jamiyat katta rol o'ynaydi. Chunki o'zingiz boshlagan kasbda sizni poddershka qiladigan oldingizda inson bo'lmasa, siz sinib qolasiz. Masalan, rezultatingiz bo'lmayapti, natija bo'lmayaptimi? Hey, bo'ladi deb turib yo'l ko'rsatadigan odam ham bo'lish kerak. Ustoz yoki hamjamiyat bo'lish kerak. Qiziquvchi odamlar. Bizning qilayotgan hozirgi ishimiz hamjamiyat qurish. Ya'ni xuddi shu kasbda fikrlash doirasi bir xil bo'lgan odamlarni yaratish. Ya'ni biz robot yaratmaymiz. Biz erkin ijodkor yaratamiz. Erkin ijodkor o'zini ijodini erkin bemalol YouTube'ga chiqarib, gapirib ham qo'ya oladigan inson. qancha kreatorlar tayyorlanadi? Kuniga deylik, kuniga kamida 20 ta odam, bitta guruhni o'zi. Kuniga kamida 20 ta odam shunaqangi tayyorlab qo'ydikki, hozirgi kreatorlarga ko'p odamda qulaylik yo'qda, kompyuteri yo'q uyda masalan. Keladi-yu, telefon bilan faqat ishlaymizmi deydi. Biz shunaqa qilib qo'ydikki, odam bitgandan keyin o'quvchimiz telefon bilan ham ishlab ketaveradi va plus kompyuter bilan ham ishlab ketaveradi va har bir kompyuterimizni shunaqangi yig'dikki, любой qiyin zadachani ko'tara oladiganda, har bir montajni ko'tara oladiganda, montajyorlar biladi, unaqa kompyuter qancha turishini. O'rtacha hisobda 1000 dollar deb aytamiz, 12 milliondan yig'ilgan kompyuterlar. Demak, har bitta o'quvchi uchun alohida yig'ilgan kompyuterlar xizmat qiladi. Bu zo'r. Eng zo'r internet qo'yilgan, eng zo'r provayderlar qo'yilgan, hamma sharoit bor. Va bu gruppovoy darsliklarimiz uchun, u yoqda alohida ekspress darsliklarimiz uchun ham xonalarimiz bor. Bilasizmi, bir narsa meni ham qiziqtiradi va butun YouTuberlarni shu bilan birgalikda YouTube'ga kirib kelayotganlarni. O'zbekistonda monetizatsiya qachon ochiladi? Nima deb o'ylaysiz? Xudo xolasa, mana boshlagan proyektimizni YouTube Academy nima bilan boshladik? Inisiativa qanaqangi bo'ldi? Ya'ni O'zbekistonda avtorlarni ko'paytirish, ya'ni content kreatorlarni. Nimaga O'zbekistonda monetizatsiya yo'q? Birinchi savol zo'r, qiziqtirgan savol. Men o'zimda ham yetarli darajada avtorlar yo'q, ya'ni content chiqaruvchi odamlar. Bizning o'zbek youtuberlar nima bilan band bilasizmi? Kun yangiliklari, dunyo yangiliklari bo'ldi. Haqiqatda shunaqa. Kun yangilik, dunyo yangilik plus o'zbekcha zapallar. Undan boshqa deyarli kачественный, sifatli kontent yo'q. Biznes kontentlar yo'q, tarbiyalovchi kontentlar yo'q, yosh bolalar uchun tayyorlangan kontentlar yo'q. Bizning bu yerdagi hozirgi eng asosiy aytaylik zadachalarimizdan biri shunaqangi kontent kreatorlarni ko'paytirish. Qanchaki bu ko'paysa, aytaylik 1000 ta 2000 ta odam bo'lsa, shundagina bitta monetizatsiyani qo'shsa bo'ladi. Va plus avtorlik huquqi bunaqa ponyatsiyalar bor. Content ID degan ponyatsiyalar bor. Hozir shunaqa sistemani olib kiryapmiz. Har bir odamni kontenti yoki musiqasi avtorlik huquqiga ega bo'ladi va o'zi avtorlik huquqini boshqara oladi. Shundagina bu monetizatsiyalarning har bir shartlari bajariladi. Lekin monetizatsiyagacha borishgacha ham shartlari ko'p-da YouTube'ni. Unaqangi ko'p deb aytolmayman, hozir gapingizni bo'ldim. 1000 ta obunachi va 4000 soat prosmotr. 4000 soat prosmotr degani bitta 60 minutlik videoingizni 4000 tagina odam ko'rsa bo'ldi. Mayli, u bosqichgacha misol uchun strayklar olish bor, misol uchun noto'g'ri musiqadan foydalanib qo'yish bor, noto'g'ri kadrlardan foydalanib qo'yish bor. Mana shu video odamlarga foydali bo'lsin, qaysidir bir jihatdan, fursatdan foydalanib men ham aytib ketay. Strayk degani o'zi nima? Savol. Masalan, strayk degani siz birovni videosini undan ruxsat so'ramasdan ko'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, u odam sizga jalba jo'natadi. Eshitamiz. Jalba, ya'ni meni videoyimni ko'chirib olding deb. Da, siz haqiqatan ko'chirib olgan bo'lasiz-da, unga strayk olasiz. Bitta предупреждение. Agar siz kanalingizga YouTube'da 3 ta strayk keladigan bo'lsa, yopilib ketadi tek tugi bilan. Qaytara olmaysiz bu narsani. Avtorlik huquqini buzish degan joyi bor, ya'ni birovni musiqasini undan so'ramasdan ishlatib qo'yish.
Unda ikkita yo'l bor. Masalan, avtorlik huquqini buzgan bo'lsangiz, siz u musiqani YouTube'ga o'zidan shu jarayonni o'zida olib tashlab, boshqa muzikaga almashtirsangiz bo'ladi va avtorlik huquqi ketadi. Ikkinchi xod bu yerda shu odam bilan kelishganlik holda dal ishlab ketaversangiz bo'ladi. Ya'ni tushgan daromad ikki tarafga taqsimlanadi. Ya'ni unga beriladi 50% va sizga beriladi. Yoki uchinchi holat hamma daromad unga borib tushadi. Sizga kanalga ziyon keltirmaydi, u daromadini o'zi olaveradi. Unga rozi bo'lsangiz. Lekin rozi bo'lgisi kelmaydi-da ko'pchilikni. Ko'pchilik rozi bo'lgisi kelmaydi, shundan videolarni o'chirib yuboradi. Lekin YouTube'da videoni o'chirish qattiq ta'siri bor-da. Mana bugun kreatorlarni yetishtiruvchi, ularni maxsus yo'nalishlarda tayyorlovchi ko'plab tashkilotlar bor-da. Aynan ular nimalarga e'tibor qaratish kerak? Shaxsan misol uchun Uzbekistan Creative Association kreatorlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkilot. Nimalarga e'tibor qaratishi kerak deb o'ylaysiz? Sifat. Eng asosiy sifat, ya'ni prosmotrni orqasidan quvish kerak emasda, kolичество bilan, ya'ni son bilan. Masalan, bizda har xil o'quvchilar bor, biz jarayondan kelib chiqib aytamiz va men o'zim ham shunaqangi bo'lganman. Kuniga 30 talab video yasardim-da. 30 ta videoimning prosmotri 3 million bo'ladigan bo'lsa, lekin yaxshi bitta sifatli video tayyorlab qo'ysangiz, ana shu 30 million bo'lishi mumkin-da. Shundan ko'proq sifatga qaratib, sifatli kontent yaratinglar, prosmotr o'zi keladi. Подписчик ham keladi, pul ham keladi uning orqasidan. Asosiysi berilgan ishga, zadachaga seriozroq qarash. Eng qiziq savol men uchun. Bu men uchun juda ham muhim. O'zbekiston kreativ sanoatini rivojlantirishda kreatorlar qanchalik ahamiyatga ega? Juda katta ahamiyatga ega. Yetishmovchilik bizda hozir kreatorlarning. Chunki birinchidan qaranglar, O'zbekistonning VVPsini ko'tarish uchun ham kreatorsiz kerak, marketing kerak, aytaylik turizmni ko'tarish uchun ham kreatorsiz kerak, sun'iy intellekt, aytaylik har bir odamlari kerak. Bizning hozirgi qo'ygan zadachalarimizdan yana bittasi O'zbekiston tarixini sun'iy intellekt bilan yaratib ko'rsatib berish. Bizning auditoriya har xil tillarda. Ya'ni O'zbekiston qanaqa qilib yaralgan birinchi asrdan boshlab bugungi asrgacha bo'lgan videolarni ketma-ketligini qo'yish. O'rtacha hisobda 1000 ta video chiqyapti, 5 yillik proyekt. 5 yil davomida dunyo taniydi O'zbekistonni. Ya'ni sun'iy intellekt bilan ko'rsatib bera olamiz. Mana qanday alomalarimiz bo'lgan. Beruniy bizdan chiqqan, Amir Temur bizdan chiqqan. Chunki bizning tariximiz shunaqangi parchalanib ketganki, odamzod bilmaydi-da. Даже bizning o'zbek xalqimiz ham bilmaydi bizning tarixni. To'liq bilmaydi, to'liq bilmaydi. Ana shu narsani endi kitob ko'rinishida emas, video ko'rinishida odamlarga yetkazib berish. Har bir videomiz masalan o'rtacha 10 minutlik, 15 minutlik bo'ladi, tarbiyalovchi, yo'naltiruvchi va bizning tarixni ko'taruvchi videolar. Shunaqangi kreatorlar yetishmovchilik va shuni biz hozir yaratamiz. Bu yo'lda omad tilaymiz va suhbatni davom ettiramiz. O'zi har qanday insonning hayotida krizislar bo'ladi, moddiy, ma'naviy, jismoniy. Muvaffaqiyatli insonning hayotida juda ham ko'p bo'ladi bunaqa krizislar. Keling shular bilan bo'lishing. Misol, men uchun qiziq, tomoshabin uchun qiziq. Masalan, boya ham pul temasini aytdik, boylik temasini aytdik. Pul kim topa oladi bilasizmi? Eng asosiysi. Pul topish hamma odam topa oladi. Pul topish oson, qiyin emas. Kim mas'uliyatni yelkasiga olishni biladi? Masalan, mas'uliyatni ola olsangiz, ryukzak qilib taqa olsangiz, shu qiyin yo'lga chiqa olsangiz, shundagina pul keladi. Millionta odamga yordam bering, millioner bo'lasiz. Har bir $1 bersa ham sizga qilgan ishingizga yarasha millioner bo'lasiz-da. Ana endi o'ylang, millionta odamga siz bog'lanib chiqib muloqot qila olasizmi millionta odam bilan? U mas'uliyatni ola olasizmi degan savolda qiyinchilik albatta bo'ladi. Masalan, sizga hech kim ishonmaydi boshida, qarz olib turib nimadir boshlab ko'rasiz. Buni masalan YouTube'ga kirishdan oldin juda ko'p oson ishlarni qilib ko'rdim-da. Trading qilib ko'rdim. Masalan, pullarni olib turib o'zimizning mahalliy bizneslarga solib ko'rmoqchi bo'ldim. Bundan $10,000 olaman, bundan $30,000 olaman foizga. Kreditsiga ko'paytirish hech kim bermaydi. Bilasiz, biz O'zbekistonda kredit olish qiyin-da. Ikkita kafilingiz kerak, yana ish qayerdadir ishlagan bo'lishingiz kerak. Shu yoshgacha hech qayerda ishlamaganman. 25 ga birovni qo'liga ishlamaganman-da. Chunki birovni qo'liga ishlash degani bu robot bo'lish degani-da, aytganini qilish. Erkin ijodkor odam, kreativ odam ish o'tira olmaydi bir joyda. Постоянный движениеda bo'lish kerak u odam. Riskovat qilishni bila olishi kerak. Qancha risk qilgansiz? Ko'p. Misol, u jonimga ozor beradigan tarzgacha olib kelganda, kaltak boshqasi ham bor-da. Endi o'tda o'ylayversa, qanaqangi ob'yomda risk bo'lishi mumkinki, чтобы boshqa odam sizni даже o'ldirib qo'yadigan darajagacha oldingizga kelish uchun-da. Tushunarli. Endi qarang, misol uchun har qanaqa biznes boshlayotganda baribir kimdandir qarz olasiz. Albatta. Yoki bo'lmasa kredit olasiz. Mayli, kreditni aytmaymiz. Qarz olganmisiz? Qarz, конечно. Qancha? $80,000. Minus 80,000 ga kirdim. 21 yoshda. 21 yoshimda. Mana shu jarayonda sizni kim ko'proq qo'llab-quvvatladi-yu, kimga ishondi ko'proq? Onam. Faqat onangiz. Da, adamga aytmaganman, qo'rqqanman.
Do'stlaringizchi? Do'st pul bor joyda do'st bo'lmaydi. U pul bor joyda bilasizmi, zuluklar bo'ladi. Ya'ni puldan foydalangiz kelgan odamlar bo'ladi. O'zini yuziga maska qo'yib olgan odamlar. Tipa do'stingiz. Sevgigachi? Yo'q, bo'lmaydi. Sevgiga ham o'rin yo'qmi? Ishoning, chunki pul bilan hamma narsa qilsa bo'ladi-da. Sevgini ham sotib olsa bo'ladi, do'st, dugona, hamma narsa sotib olsa bo'ladi-da. Pulingiz yo'q paytda hech qaysi bir qarilib ham qaramaydi, kimsan ham demaydi, salom ham bermaydi. Shundan falshiy bo'lib ketadi hamma yoq, pulingiz bo'lsa. Savohiddin. Hov. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi. Kreativ bo'lish qanaqa ekan? Kreator bo'lish. Chotki. Chotki. Ha, yaxshi. Aynan mana hozir YouTubengizni ko'rdik, biz boya gaplashdik. Aynan mana shu yo'nalishni boshlashingizda qanaqa qiyinchilik bo'ldi boshlanishida? Boshlanishda sal uyalish bo'ldi. Halaqa. Kameraga uyalish gapirib. O'zi nimaga asoslangan sizni profilingiz? Food kanalmi? Food kanal, demak. Food kanal. Ovqatlar bo'yicha uni yeb tomosha qilib shunaqami? Asma yeb reklama qilib berishdi. Demak, ovqatlarni maza qilib yergansiz-da? Ha. People, welcome to Ozbek Foods channel. Today we are show a biggest ram tender meal. Enjoy for watching. Let's see. You can see our tender hasib. It's so sweet. Yum yum yum. It's so yum yum and sweet. Our tender meal is ready. Let's eat it. Let's eat it. Tender hasib. It's so yummy. Qiyinchiliklaringizni aytib bering. Faqatgina uyaldingizmi yoki bo'lmasa qanaqangidir to'siqlar bo'ldimi? Qiyinchiliklar yo'q. Shu alaqa inagida gapirishda ham qiyinchilik bo'ladi. Oldin bo'lgan, endi hozir yaxshi. Hozir yo'qligini bilmaymiz, lekin hozir yo'q sizda uyalish. Ha, Shogirdlar bilan ishlash qanaqa bo'lyapti? yaxshi. Ularga nimalarni o'rgatyapsiz o'zi? Bitta ishchilar hammi? Siz shogirdlaringiz bor ekanmi? O'zim shogirdim bor. Inagida unga aytib turibman, anaqa o'zi mobil o'qiribman-da bitta, videoga olib Instagramga qo'yaman. Qo'yil. O'shalarni ham o'rgatyapman. Keyin bugun mana operatorlik qildi meni. Bitta videoga oldi, o'sha montaj qilishim kerak bugun ham. O'shani o'rgatdim, aytdim, qo'yib, mana bunday yurishni olasan dedim. Mana bunday qilasan dedim, o'shani ham o'rgatyapman. Endi YouTuberlikka qaytamiz-da. Mana YouTuberlikda birinchi olgan videoyingiz qanaqa bo'lgan? Birinchi olgan videom sal uyalish bo'lgan. Uyalishgan. Nima haqida olgansiz? U ham Food o'sha ovqatlar haqida. Birinchisi. Ребята, она такая сочная, я как сейчас смотрю, вот тут вот все, кукат, ребята, тут все, и я оцениваю 10 из 10, да, ребят, оцениваю. Вам тоже приглашаю, приходите сюда, Parkyan Samsung. O'zi undan ham oldin mana bitta kanal bor edi-da. O'yinlarni o'ynab qo'yardim o'sha yoqqa. 13 yosh ekansiz. Bu narsalarga kim sizni turtki bo'lgan? Otangizmi? Birinchi oyimlar kanal ochishdi. Keyin qarasam, men ham qiziqib qoldim. Keyin oyim, "Davay sen bitta ochingchi" dedi. Bir yurarmi dedi. Davay bir tekshiraylik dedi. Shuni ochib qarasam 173 taga podpischka chiqdi. U kanalim keyin to'xtatib qoldim, yurmadi, unaqa bo'lib. Unda YouTube akademiyaga kelishimni oldimda. Hech narsani bilmasdim, qanday yo'nalishga ketish, har narsalarni almashtirardim. Har yo'nalishni. Masalan, o'shanga chala bo'lib yurmay qoldi kanal. Mana oyi sizni demak birinchi ustozingiz YouTuberlikda. Mana 2020-yildan beri shug'ullanib kelyapsiz. Birinchi daromadingiz nechinchi yil bo'lgan? Birinchi daromad 2022. 2022. 2 yilda daromadga chiqqansiz. Ha. Demak, 9 yoshli bola montajlar qilib, videolar olib, 2022-yilda daromadga chiqdi. Birinchi daromadingiz qancha bo'lgan? Birinchisi ancha yaxshi bo'ldi. Bir 400 qanchadir oshiq edi. $400 oshiqroq edi. Kelajakda rejalar qanaqa? Kelajakda American News ochmoqchiman. Boshdan ayting, balandroq ayting. American News ochmoqchiman. Va yana o'ylab ko'rdim, bitta True Crime degan kanal bor ekan, eshitdim. Keyin film kanal treyler yaratmoqchiman. Endi meni bitta savol qiziq turyapti. 13 yoshli bola necha soat uxlaydi? 8 o'sha qilib qo'yib. Inagida yaxshi ekan, necha soat ishlaydi?
Tak, ertalab 10 ga kelsam, 10, 11, 8, 10 soatdan oshibdi. 10 soatdan oshiq ishlaysiz. O'qiysizmi u maktabda? Ha, o'qiyman. Maktabdan tashqari ulgurvasiz bu narsaga. Hozir kanikul bo'lgan kelyapman va alaqa maktabda ikkinchi smenaman. Shuna qilib, alaqa 4:30da chiqib, 6 ga yaqin kelaman bu yoqda. Mayli. Mana yosh kreatorimiz bizga motivatsiya beryaptilar qaysidir ma'noda. Salohiddin, endi aytingchi, kameraga qarab, o'zingizni tengdoshlaringizga, sizdan katta insonlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Bitta kattadan, bitta kichkinadan nimadir olish mumkin-da. Misol, bugun men sizdan ko'p narsalarni o'rganyapman. Keling, kamera orqali kadr ortidagi insonlarga, ekran ortidagi insonlarga siz nimadir o'rgata olasiz bugun. Nima deya olasiz? Sovet beraman, kanal ochib, ulardan biri yurgizgani, hozir 26-yil keldi o'sha. Hozir sun'iy intellekt bo'lib ketdi hamma joy. O'sha qilib, sun'iy intellektda odamni ham gapirtirib yuborsa bo'ladi, odamni ham yaratsa bo'ladi. Odamni ikkalasini ham qo'shtirsa bo'ladi. Logotip ham, sayt, payt, video, hamma sun'iy intellekt bo'lib ketgan. Demak, siz aynan mana shu yo'nalishlarni o'rganishni tavsiya qilasiz yanachi? Yana alaqa детский kontentlar yo'nalish bor. Bitta вообще alaqadan chiqmaydigan yo'nalish bor. Tile soap degan bitta yo'nalish bor. U ham вообще chiqmayapti hozir hech qaysidan, trenddan. Faqat yangi trend chiqdimi? O'sha tile soap bilan sharik yurib o'ynaydi. Tepasiga video qo'ysa, alaqa qilib qilsa bo'ladi. Hammasini mana shu o'rgansa bo'ladi. Ana sizlarga tayyor kontent rejasi Salohiddindan. Salohiddin, kimga rahmat aytmoqchisiz? Aynan mana shu darajaga yetib kelishingizda kimlarga rahmat aytmoqchisiz? Elnur akaga, hamma maytiga o'qitayotgan kuratorlarga, Yanachi? oyimlarga, akamga kanal ochib berganiga rahmat. Xullas, kreativ bo'laylik. Kreatorlikni targ'ib etayotgan yoshlarni ko'rib, men o'zim ham havas qilyapmanki, youtuberlikka, umuman olganda kreativ yo'nalishlarga. Salohiddin, omad tilaymiz. Hali siz bilan yana katta intervyu tashkil qilamiz. Unda American News oching. Aynan o'sha sizni kanalingizni biz obzor qilaylik birgalikda. Omad tilayman. Rahmat. Charchamang. Xo'p, rahmat. Kattalardek gaplashdilar men bilan. Elnur, mana hozir 9 yoshli, 10 yoshli, 12 yoshli, 13 yoshli kreatorlaringiz kelajakda qanaqa muvaffaqiyatlarga erisharkan? Mana shu savol qiynayapti. Shoning hozir 13 yoshida o'rtacha oyiga 5 million topayotgan bo'lsa, bir narsani ishonib aytolmayman, bilib aytolmayman, 18 yoshiga kelib kamida $1 million topadigan darajaga chiqadi. Qo'y. $1 million ko'p odam uchun katta summa bo'lib tuyulishi mumkin-da. Asli o'zi katta summa emas u. U bir oxirida 6 ta noli bor son. Odam sonni ko'paytirishni bilish kerak bo'ldi-da. Buning uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak. Disiplina kerak. Necha soat uxlash kerak? O'rtacha hisobda здоровый odam oladigan bo'lsa 7-8 soatda. 7-8 soat. Boy bo'lmoqchi va kelajagini zo'r qilmoqchi bo'lgan odam necha soat uxlash kerak? Baribir 7-8 soat. Chunki bizani oladigan energiyamiz uyqudan. Masalan, mashina ham benzinsiz yurmaydi-yu. Odam ham xuddi shu-da, uyqusiz siz ijodkor bo'la olmaysiz. Ijod kechki payt keladi. Undan keyin keladi ijod qiladi. Baribir 7-8 soat uxlab qo'yish kerak. Yaxshi uxlaylar, rivojlanishdan to'xtamanglar, disiplinaga amal qilinglar. Bo'ldi. Sizlar boy bo'lasizlar, to'g'rimi? Boy bo'lish har bir odamning o'zini qo'lida. Masalan, siz boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, hech kim sizni fikrlash doirangizni ko'tarib bera olmaydi, sizga maslahat berish mumkin. Atak boy bo'lish o'zingizning qo'lingizda baribir. Men suhbat yakunlamayman. Aha. Suhbatimiz ikkinchi qismi bo'ladi. Elnur, men siz bilan tanishganimdan xursandman. O'zbekiston Creative Association tashkiloti ham alohida minnatdorchilik bildiradi. Va suhbatimizning ikkinchi qismida azizlar, biz sizga strayklarga tushmaslik, YouTube monetizatsiyasiga nihoyatda toza tarzda yetib kelish sir-asrorlarini o'rgatamiz, to'g'rimi? YouTube'ga qatdan kirib, qatdan chiqishlikda A tochka bilan B tochka. Bu eshidan kirib, unisidan chiqasizlar. Keyingilarida va alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat kattakon. Qisqa vaqt ichida ancha narsani ko'rdik, o'rgandik va haqiqiy kreativ ekanligingizga guvoh bo'ldik. Tomoshabinlar o'zi baho beradi. Albatta, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Biz uchun muhim. Obuna, podpiska, qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Unutmanglar. Salomat. Hayotimiz shunaqa o'zi. Kimdir keladi, kimdir ketadi. Hamma vaqtincha. Bizning vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun ketyapmiz. Boshqa sabab yo'q bo'ldi. Backstage-da qo'yaverasizlar.
Podpiska bo'lib ketinglar, obuna bo'linglar, kommentariy qoldiringlar, kelib turinglar mehmonga, ko'rib oldinglar qattaligimizni. Bizani eshigimiz ham yo'q, sizlar anaqa yopib qo'yib kiritmaydigan. Bemalol liftni ochib kirib kelaverasiz. Rahmat, shu gapni aytganingiz uchun rahmat. Beminnat, bexijolat. Bizning tashkilotimizga rahmat aytmaysizmi? Tashkilotingizga kattakon rahmat. Uzbekistan Creative Association'ga kelib bizdan ma'lumotlar olganinglarga, ma'lumot bilan bo'lishganimizga ham rozimiz. Bizda bekitish yo'q va xohlaymizki, har bir odam Salohiddinga o'xshab va bizga o'xshab kreativ o'zini sohasiga yondashib, shu bilan daromad topishini, erkinlik bo'lishini xohlayman. Erkinlik bo'lsin, kreativlik bo'lsin va Uzbekistan Creative Association sizlar uchun shunday qiziqarli va foydali intervyularni bo'lishda davom etadi. Keyingi sonlargacha ko'rishguncha salomat bo'ling.